Sizlar bilan navbatdagi darsda ko'rishib turganimdan xursandman. Ana endi biz nevroz va nevrologik buzilishlarni davolash haqidagi mavzularimizni, darslarimizni boshladik. Demak, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti degan tashkilot bor. Bu butun dunyodagi tibbiyot tizimidagi sohalarni demak boshqaradigan va aynan shu tizimlarda bo'ladigan yangilikni tavsiya qiladigan tashkilot hisoblanadi. Ruschasiga VOZ deb aytiladi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aynan nevroz va nevrologik buzilishga ega bo'lgan insonlarga o'zini bir necha ming insonlarda demak o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida, tahlillar natijasida eng isbotlangan va aynan nevroz insonlar uchun eng samarali bo'lgan usullarni tavsiya qilgan. Buni internet manbalaridan ham bemalol o'zingiz ham ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Aynan bu tashkilot nima deb tavsiya bergan? Ya'ni nevrologik insonlarda birinchi qilinadigan ish bu psixologik savodxonlik. Ya'ni psixologik savodxonlik bu nima degani? Psixologik savodxonlik aynan demak darslikni boshidan ko'rib kelyapsiz. Sizda psixologik bilimlar, ko'nikmalar demak hosil bo'lyapti. Aynan shuni nomini psixologik savodxonlik deb aytiladi. O'zingizda nima bo'layotganini demak tushunib yetish, mexanizmlarini ko'rish va o'zingizga o'zingiz demak yordam berishingizga taalluqli bo'lgan bilimlar hammasi psixologik savodxonlik deb aytiladi. Ikkinchisi sog'lom turmush tarzini tavsiya qiladi. Ya'ni sog'lom turmush tarzi haqida yuqori darslarda gaplashdik va qisqacha yana to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, birinchisi bu fizik aktivlik. Ya'ni odatdagiga nisbatan ko'proq harakat qilish. Fizik aktivlikni bizga demak foydasi shundan iboratki, inson ko'p harakat qilgan vaqtida stress gormonlarimiz, ya'ni kortizol gormonini demak konsentratsiyasi qonimizda pasayadi. Va sog'lom turmush tarziga ikkinchi kiradigan omil bu to'g'ri ovqatlanish. Vitaminga boy, mikroelementlarga boy bo'lgan sog'lom ovqatlanish kiradi. Ayniqsa B guruh vitaminiga boy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Uchinchi omil bu sog'lom uyqu. Ya'ni tundagi 8 soat, 7 soatdan kam bo'lmagan tungi uyqu. Bizga bog'liq bo'lgan, o'zimizga yordam berishimiz mumkin bo'lgan demak usullari ham birinchisi ham ikkinchisi hisoblanadi. Psixologik savodxonlik o'zimizga bog'liq. Mana o'rganyapsizlar, ko'ryapsizlar, bilim olyapsizlar. Buni juda ham katta foydasi bor sizlar uchun. Va sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish o'zimizni qo'limizda. Keyingi bu tashkilotning tavsiyasi bu psixoterapiya. Ya'ni aynan ta'siri isbotlangan psixoterapevtik usullarni tavsiya qiladi. Psixoterapiya usullari ko'p, lekin aynan nevrologik buzilishda birinchi qator ta'siri isbotlangan psixoterapevtik usullardan bu qisqartmasi KBT yoki KPT deb aytiladi. Cognitive behavioral terapiya. O'zbekchasiga kognitiv xulq-atvor terapiyasi ham deb aytiladi. Aynan dunyo bo'yicha eng ko'p tekshiruvlar va tahlillar olib borilgan usul, mingdan oshiq insonlarda tekshirib ko'rilgan va samaradorligi isbotlangan usul bu kognitiv xulq-atvor terapiyasi hisoblanadi. Albatta, kognitiv xulq-atvor terapiyasidan foydalanishingiz uchun siz mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Lekin video darslik davomida bir necha tavsiyalarni berdim. Aynan shu terapiyada ishlatiladigan. Albatta bunga bergan tavsiyamga amal qiladigan bo'lsangiz, demak mutaxassis siz ham demak qo'rquvlaringizdan, vahima hujumlaridan bemalol qutulib ketishingiz mumkin. Keyingi 4-tavsiya bu dori-darmonlar bilan demak aynan nevrologik buzilishga ega bo'lgan insonlarga yordam berish. Dori-darmonlar bilan yordam berish albatta bu mutaxassis shifokor orqali bo'ladi. Bir necha guruh dorilar bor: antidepressantlar, neyroleptik va trankvilizator guruh dorilar. Bu dorilar endi mustaqil holatda qabul qiladigan mahsulot emas bular. Mutaxassisning tekshiruvidan keyin aynan sizga tanlab bergan dorini qabul qilish kerak bo'ladi. Demak, bugundan boshlab nevrozni davosi haqida tushunchamizni to'g'irlash vaqti keldi va albatta diqqat bilan e'tibor berishingizni xohlardim. Aynan shu tashkilot tavsiya qilgan 4 ta usul, ya'ni 4 ta
ketma-ketlikda, demak, siz rioya qiladigan qoida desangiz ham bo'ladi. Ya'ni eslatib o'taman, psixologik savodxonlik, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va psixoterapevt orqali olish, oxirisi dori-darmon bilan davolash. Bundan boshqa yo'li yo'q. Hech qanday tabiblar, hech qanday psixoximiklar va juda ham ko'payib ketgan hozir qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislar emas. Aynan eslab qoling, mana shu usul foyda beradi xolos sizga. Demak, bu ma'lumotdan xulosa shuki, dunyo bo'yicha oltin qoida, oltin standart nevroz va nevrotik buzilishga bo'lgan insonlarga beriladigan yordam shu quyidagi 4 ta punktdan iborat xolos. Bundan boshqachasiga davolash imkoni yo'q. Ya'ni tekshiruvlarga asoslangan, dalillarga asoslangan yo'l bitta shu xolos. Har xil ma'lumotlarga ishonib, shu vaqtgacha har xil mutaxassislarga borib, vaqtini va pulini ketkazib yurgan insonlarimiz bor. Aynan shunaqa insonlardan birontasi bizni hozir tomosha qilib o'tiribdi. Ijtimoiy tarmoqlardan ham shu vaqtlarda ko'p ko'ryapmiz. Qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislarga iltimos, aldanib qolmang. Yozib oling aynan shuni. Va internet tarmoqlaridan bemalol tekshirishingiz mumkin. Hammada deyarli telefon bor. Deyarli ko'pchilik hozir sun'iy intellektni ishlatyapti, ChatGPT. Bemalol yozishingiz mumkin. Nevrozni isbotlangan davosi nima? deb yozsanglar aynan mana shu narsa chiqadi. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim, esingizdan chiqarmagan holatda, kerak bo'lsa qayta gapirayotganim sababi ham hozirgi kunda juda ham ko'pchilik demak o'ziga davo istab har xil noto'g'ri yo'llardan ketishyapti. Natijada nevrozi kuchayishi, vaqtni o'tkazishi va boya aytib o'tganimdek, demak moddiy tomondan demak xarajatlari ko'payib ketishiga olib keladi. Endi sizlar bilan darsligimiz davomida men aynan demak sizga bog'liq bo'lmagan holatda mutaxassis haqida va dori-darmon haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Endi sizlar bilan aynan mutaxassisga bog'liq bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Eng ko'p beriladigan savol: psixolog va psixoterapevtni farqi nima? Bizni yashaydigan hududimizda juda ham ko'pchilik insonlarda aynan psixolog, psixoterapevt va psixiatr desa bir xil mutaxassislikni tushunishadi. Bular asli uchalasi demak 3 xil kasb desa ham bo'ladi. Aynan bugun hozir psixolog bilan psixoterapevtni aynan farqini men tushuntirib beraman. Chunki bu juda ham muhim nuqta hisoblanadi. Psixolog mutaxassisi kimlar? Psixolog mutaxassisi bu oliy toifali mutaxassis, 4 yil o'qigan universitetlarda yoki 3 oy, 6 oylik kurslikni tamomlagan mutaxassislar hisoblanadi. Psixologlarimiz demak ko'pincha aksari pedagog bo'lishadi. Ya'ni pedagog psixologiya fakultetini bitirganlar. Keyinchalik amaliy psixologiyani o'qishadi va odatda qanday insonlar boradi psixologning oldiga? Ya'ni amaliy sog'lom, hech qanday klinik shikoyati yo'q. O'zini sog'lom deb his qiladi, hech qanaqa kasallikka oid shikoyati yo'q. Ularda qanaqadir ijtimoiy muammo, kim bilandir munosabatda muammo bo'lishi mumkin. Yoshga oid muammolar, kasb tanlashga oid muammolar, ya'ni shunga o'xshash muammolar bilan borishadi insonlar. Demak, bularda aynan solishtirib ketadigan bo'lsak, psixoterapevtlar esa bazaviy bilimi, ya'ni shifokor bo'ladi. Ya'ni tibbiyot oliygohlarida 7 yil o'qigan yuqori malakali mutaxassis. Ya'ni shifokorlar. Psixologlar ko'p holatlarda pedagog bo'lishadi yoki amaliy psixolog bo'lishadi. Keyingisi farqi, psixologlar kelgan mijozlarida tekshiruv o'tkazgan vaqtida har xil testlardan foydalanishadi. Aynan psixologiyasiga bog'liq testlardan foydalanishadi. Psixoterapevt mutaxassislar esa klinik tekshiruvlardan foydalanadi. Ya'ni instrumental tekshiruvlar. UZI, EKG, MRT, echo, rentgen, kolonoskopiya, ya'ni qanday tekshiruvlar mavjud bo'lishidan qat'iy nazar, aynan shu instrumental tekshiruv va tahlillardan foydalanadi. Ya'ni bemalol kelgan bemorlar shikoyatiga qarab buyurishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin laboratoriya tekshiruvlar, qon analizlari. Ya'ni tekshiruvlarni to'laqonli qila oladi. Psixolog mutaxassislarimiz esa test yordamida tekshirishi mumkin. Keyingi yana bitta farqi, psixolog mutaxassislar
dori darmon buyurishga huquqiy nuqtai nazardan demak haqli emas. Chunki psixologlarni o'quv sistemasida aynan tibbiyotga bag'ishlangan hech qanday bilim ko'nikma yo'q. Psixoterapevt mutaxassislari esa dori vositalaridan to'laqonli demak ko'rsatmaga qarab foydalanadigan mutaxassis hisoblanadi. Keyin yana farqlardan bittasi, psixolog mutaxassis klinik tashxis qo'ya olmaydi. Siz murojaat qilsangiz, qanaqadir sizga tashxis qo'yishga demak yuridik jihatdan demak huquqqa ega emas psixolog mutaxassis. Psixoterapevt mutaxassisi aniq tashxisni qo'yib beradi. Va davolashga kelsak, psixoterapevt mutaxassis dori-darmon ham ta'siri isbotlangan psixoterapevtik usullardan foydalanib sizni davolab beradi. Ya'ni davolash jarayonini olib boradi. Psixolog mutaxassislari esa maslahat beradi. Ya'ni ularni davolashga, yana aytib o'taman, huquqiy demak haqqilari yo'q, faqat maslahat bera olishadi xolos. Aynan bular boshqa mutaxassisligini qayta tushuntirishga majbur bo'lyapmiz. Nima uchun? Chunki juda ko'pchilik mijozlarim aynan psixologlar ko'rigidan keyin kelishadi meni oldimga. Bir necha vaqt davomida psixologlar bilan birga ishlab, aynan shu muammolar haqida borishgani, simptomlar haqida borishgani, simptomlar borib shikoyat qilishgani haqida aytib berishadi menga. Va natijada to'laqonli tashxis qo'yilmagani, to'laqonli tekshiruv o'tkazilmagani, to'laqonli davolanmagani hisobiga nevrotik jarayonlari, ya'ni nevrotik buzilishlari, simptomlari demak chuqurlashishi, nevroz holatlari kuchayishi mumkin. Aynan bitta bo'lgan aniq bir kes aytib beraman. Uzoq muddat psixologda yurgan, lekin demak organik xarakterga ega bo'lgan kasalligi, ya'ni gormonga bog'liq bo'lgan muammo bilan psixolog ko'rigida yillab yurgan inson, hech qanday demak o'zgarish bo'lmagan, ya'ni shikoyati saqlanib turgan va biroz muddatdan keyin qabulimga va biz tekshiruvlarni o'tkazdik to'laqonli. Demak, endokrin sistemasida muammo aniqlandi va tajribali yaxshi endokrinolog bilan birga bu muammoni bartaraf qildik. Simptom demak qisqa muddatda yo'q bo'ldi, ya'ni yo'qolib ketdi. U inson o'zini yaxshi his qilishni boshladi. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim, mutaxassislarga maqsadli demak murojaat qilish kerak. Ya'ni psixolog va psixoterapevtni asosiy farqlari shundan iborat bo'ladi. Sizlar bilan endi psixoterapevtik usullardan avvalgi darsimda aytib o'tgan, aynan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan demak kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi haqida demak ma'lumot beraman. Kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi eng ko'p qo'llaniladigan, eng ko'p ishlatiladigan, ta'siri samaradorligi isbotlangan psixoterapevtik usul hisoblanadi. Misol sifatida aytaman. Aynan agorafobiyani, ya'ni ko'chaga yolg'iz chiqishdan qo'rqadigan insonlarning misolida aytaman. Aynan shu psixoterapevtik usul nimadan foydalanadi va muammo qayerda? Demak, ko'chaga chiqishdan qo'rqadigan insonda birinchi voqelik, ya'ni ko'chaga chiqish bilan boshlanadi hamma narsa. Ko'chaga chiqish. Voqelik sodir bo'ldi. Ko'chaga chiqdi. Birinchi his qiladigan narsasi bu insonda nima? Qo'rquv. Qo'rquv bu emotsiya, ya'ni bu hissiyot. Inson ko'chaga chiqdi va qo'rquv boshlandi. Qo'rquv boshlangan vaqtida, demak bizda hissiyot uyg'ongan vaqtida organizmdagi nerv sistemasi ham bunga javoban reaksiya bildiradi. Ya'ni nima bo'ladi? Qo'rquv bo'lgan vaqtida yurak urish soni ko'tariladi. Arterial qon bosim ko'tarilishi mumkin. Odamda terlash va tez nafas olish, yuzaki nafas olish holati, ya'ni bizga bildiradigan simptomlar, shikoyatlar deydi. Xuddi shu narsa aynan qo'rquv boshlangan vaqtida yuz beradi. Va albatta bu qo'rquv va bu vegetativ reaksiya aynan bu insonlarimizga demak diskomfort bo'ladi. Ya'ni bu holatdan yanada qo'rqib ketishadi-da. Buning natijasida, qo'rquv kuchaygan natijasida yana uyga qaytib kirib ketishadi. Demak, uyga qaytish.
Bu insonlarda doim xuddi mana shu voqelik zanjir reaksiyasi sifatida har doim bo'ladi. Ko'chaga chiqishadi, qo'rquv kuchayib ketadi, simptom his qilishadi, uyga qaytib kirib ketishadi. Aynan kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasida buni sababi o'rganiladi. Bu yerda sababi nima? Bizga ko'rinmayotgan narsa sabab. Bu yerda nima ko'rinmayapti bizga? Aynan ko'chaga chiqqandagi voqelik bilan qo'rquv orasida inson o'zidagi fikrlari avtomatik ravishda bo'lib qolgani uchun juda ko'pchilik odamlarda bilinmaydi, ya'ni o'zi analiz qila olmaydi. Bu insonlarda demak voqelik bilan qo'rquv jarayonini o'rtasida biz e'tibor bermay ketgan va o'zi ham tushunmaydigan bir mexanizm bor. Ya'ni nima? Fikr bor. Menga nimadir bo'ladi. 100% menga nimadir bo'ladi. Ko'chaga chiqish bilan birinchi xayoliga keladigan narsa hozir menga nimadir bo'lib qoladi va sharmanda bo'laman yoki uyaladi ko'pchilikdan yoki nazoratim yo'qotib bundan ketib qolaman deb fikr keladi. Birinchi keladigan fikr menga nimadir bo'ladi. Va menga nimadir bo'ladi degan fikr keyin o'zi qo'rquv chaqiradi asli. Lekin ko'pchilik ko'chaga chiqqan vaqtida avtomatik keladigan fikrga e'tibor bermaydi. Qo'rquv bo'ladi va uyga qaytib kirib ketadi. Bu shunaqa bosqichma-bosqich mexanizm bo'ladi. Ya'ni voqelik, fikr, emotsiya, reaksiya deydi. Aynan voqelik ko'chaga chiqqani, fikr menga nimadir bo'ladi degani, emotsiya qo'rquv, reaksiya sifatida qo'rquvga. Inson uyga yana qochib kirib ketadi. Mana shu ketma-ketlik zanjir sifatida har doim yuz beradi. Menga nimadir bo'ladi degan fikr insonga noto'g'ri xulosa beradi. Men kasalman deb xulosa qilib oladi o'ziga. Men kasalman, menga nimadir bo'ladi, ana shuning uchun men ko'chaga chiqa olmayman deydi. Demak, qayta-qayta uyga qochib kirib kelishida asosiy savollardan bittasi menga nimadir bo'ladi degan fikr. Bu fikr avtomat ravishda demak insonni ongida paydo bo'ladi. Mana shu fikrni ta'sir natijasida aynan emotsiya uyg'onadi bizda. Bizni nazorat qila oladigan bu prosesda nazorat qila oladigan joyimiz ko'chaga chiqishimiz va fikrimizni nazorat qilish. Qo'rquv kelishi va uyga qaytib kirib ketishimizda ko'p holatlarda biz o'zimizga bog'liq emas. Chunki qo'rquv kelgan vaqtida himoya mexanizmi ishlaydi va u sizni xavfsiz joyga borishingizni ta'minlab beradi. Bormagunizcha qo'ymaydi. Ana shuning uchun aynan kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasida xato fikrlar va xato xulosalar bilan mutaxassis ishlaydi. Xato fikrlarning bir necha turlari bor. Undan oshiq turlari bor. Insonni xato fikrlash. Bir necha turlaridan eng ko'p uchraydigani, ya'ni ruschasiga katastrofizatsiya deb aytadi. Ya'ni yo'q xavfdan real bo'lmagan xavfni demak falokatlashtirish. Bu insonlar bilan suhbatlashganimizda menga nimadir bo'ladi degan fikrlarga, "Xo'p, keling, hozir holatingizni, salomatligingizni tekshiramiz." Hamma sistemasini tekshirsangiz, hamma mutaxassisdan o'sha vaqtda o'tkazsangiz, hech qanaqa organizmda kasallik yo'q, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Menga nimadir bo'ladi degan gapga, demak, o'sha vaqtda aynan asos yo'q. Nima bo'ladi desangiz, bilmayman, lekin nimadir bo'ladi deydi bu insonlar. Lekin nimadir bo'lishi uchun yetarlicha atrofida xavf yo'q. Sog'ligi joyida, yuragi joyida, miyasi joyida, qon aylanish joyida va aksar insonlar yillab qiynalib yurgan insonlarga "Xo'p, nimadir bo'ladi" deb qiynalyapsizmi? Qiynalyapman. Xo'p, necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri ko'chaga chiqqaningizda nimadir bo'ldimi desangiz, yo'q deydi. Shuncha vaqtdan beri bo'lmagan narsa. Endi bo'ladimi desangiz, shu safar bo'lib qolsa-chi degan ularda qo'rquv bor. Shuning uchun aynan bu metod juda ham samarali hisoblanadi. Insonlardagi noto'g'ri yuzaga kelgan fikrni, noto'g'ri fikr orqali yuzaga kelgan xulosani demak o'zgartirish bilan insonni emotsiyasini to'g'irlash, qo'rquvni yo'qotish va qo'rquv yo'qolgandan keyin bu jarayonga reaksiya ham o'zgaradi. Ya'ni uyga qochib kirib ketmaslik, qayergadir xavfsiz joyga qochmaslik aynan shu yerdan boshlanadi. Aynan shu fikrlashdagi xatoliklar bilan aynan psixoterapevt mutaxassisi individual ishlaydi, ya'ni yakka tartibda ishlaydi. Shu proses bilan ishlaydi.
Sizni emotsiyangiz bilan emas, siz uyingizga qochib ketishingiz bilan emas. Aynan mana shu muammongiz bilan ishlaydi. Bu muammoni ishlash har doim individualniy bo'ladi, ya'ni insonning o'ziga bog'liq. Hammada sababi har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi bu gruppovoy o'tadigan psixoterapiya emas. Chunki hammada sababi har xil. Men misol sifatida tushuntirib berdim. Aynan agorafobiyasi bor insonlardagi muammo fikrlashdagi xatolikda bo'ladi va xulosada bo'ladi. Fikrlashdagi xatolikni to'g'rilasangiz yoki bir oz yaxshi tomonga fikrlashni boshlasa, uni hammasining texnikasi bor. Insonni qo'rquv borgan sari kamayadi va uyga qochib ketmaslik kuzatiladi va ko'chaga chiqqan vaqtida qo'rquvi kamayadi, simptomni kamroq his qiladi. Mana shu ta'sir isbotlangan hozirda dunyo bo'yicha eng oltin qoidadan bittasi shu kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi hisoblanadi. Demak, siz mutaxassisga murojaat qilayotgan vaqtingizda aynan siz mutaxassisdan so'rashingiz mumkin. Siz psixoterapevtik usuldan qaysi biridan foydalanasiz? Va mutaxassis sizga tushuntirib berishi mumkin. Bu usuldan foydalanaman, mana usuldan foydalanaman yoki siz aytishingiz mumkin. Kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasidan foydalanasizmi? Ya'ni mutaxassisligingiz qaysi usuldan foydalanish? Va sizga tushuntirib bergandan keyin aynan maslahat berardim. Mana shu usulni bilgan mutaxassisga boring. Erinmang va borgan vaqtida xohlasangiz aynan shunga o'qigan sertifikatinimi, diplominimi qo'rqmasdan so'rashingiz mumkin. Chunki sizdagi holatni yechimi aynan mana shunda. Psixoterapevtik usullardan foydalanganda davolash muddati qancha bo'ladi va u kimga nimaga bog'liq? Darsimiz davomida bu savolga ham to'liqroq ma'lumot beraman. Ana endi sizlarni eng qiziqtirgan savollardan bittasiga hozir javob beraman. Nevrotik buzilishga ega bo'lgan kasallar nevrozlarni davolash vaqti qancha va u kimga bog'liq degan savolga, demak, birgalikda hozir yechim topamiz. Ya'ni bu siz aynan sizni shaxsiyatingiz. Sizni shaxsiyatingiz, sizni xarakteringiz. Kunlardan bir kuni yaxshi yuruvdingiz, hammasi yaxshi edi. Kunlardan bir kuni demak sizda nimadir distress jarayonlar boshlandi. Ya'ni nimadir ziddiyatlar boshlandi. Hayotingizda har xil demak past balandliklar boshlandi. Yig'ilib demak, bu stresslar yig'ilib demak asab tizimingizda bosimni oshirib, ya'ni vegetativ nerv tizimini demak faoliyatini izdan chiqaradi. Va natijada sizda simptom hosil bo'ldi. Bu simptom bo'lishi mumkin fobiya, panik ataka yoki OKR. Fobiya, masalan aytaylik kardiofobiya, agorafobiya, sotsiofobiya yoki panik ataka, vahima hujumi yoki OKR, yopishqoq fikrlar, yopishqoq harakatlar. Ya'ni bu simptomlaringiz vegetativ nerv tizimini toliqqandan keyin, zo'riqishidan keyin hosil bo'ldi. Bu bitta variant. Ikkinchi inson. Ya'ni buni aytaylik Hasanboy desak, endi Husanboyni ko'rib chiqamiz. Demak, bu Husanboy o'zi yoshligidan qandaydir o'ziga nisbatan demak xavotirli, o'ziga nisbatan ishonchsiz, qanaqadir bir yoshligidan o'zida bir qo'rquv his qiladigan, hayajoni kuchli, bir boshqalardan ko'ra boshqacharoq fikrlaydigan inson. Ya'ni yoshligidan demak bunda o'zi zo'r emas, ya'ni shikoyatlari bor. Va bu ham qandaydir distress holatlariga chalindi. Bu distress holatlar bo'lishi mumkin oilaga bog'liq, moddiy ta'minotga bog'liq, sog'lig'iga bog'liq, jamiyatga bog'liq, bir munosabatlarga bog'liq bo'ldida, bunda ham demak vegetativ nerv tizimida ish faoliyatida zo'riqish kuzatildi va unda ham simptomlar paydo bo'ldi. Simptom: xavotir, vahima yoki fobiya. Demak, Hasanboy juda ham yaxshi yashab yurgan edi. Hamma yoq zo'r, atrof rangli, ko'ziga ko'rinadi, chiroyli, hammasi zo'r edi.
birdan uni ham oilasida kasbga bog'liq, ya'ni munosabatga bog'liq, jamiyatga bog'liq muammolar asta-asta kelishni boshladi va simptom boshlandi. Husanboyda ham sekin asta vaqti soati bilan muammo kelishni boshladi va unda ham simptom hosil bo'ldi. Demak, buni Hasanboy dedik. Bu Husanboy. Buni ham o'ziga yarasha shaxsiyati bor edi. Bunda shikoyat 25 yoshidan boshlandi muammosi. 25 yoshgacha zo'r yurgan bu. Va keyin har xil sinovlar boshlandi va o'zida simptom his qilishni boshladi. Husanboy esa aqlini taniganidan beri, yoshligidan beri o'zi nimadir shu dito edi. Men shu yoshligimdan o'zi menda nimadir yaxshi emasdi deydi va ma'lum bir yoshga yetgan vaqtida unda ham muammolar boshlandi. U ham demak o'zida simptom his qilishni boshladi. Ana endi biz bularni davolash prosesini ko'rib chiqamiz. Ya'ni simptom psixoterapevt mutaxassisiga bordi, tekshiruvlardan o'tdi va tashxis qo'yildi va davolash boshlandi. Ya'ni simptomlar bilan davolash prosesi boshlandi. Ya'ni psixoterapevtik usul, dori-darmonlar bilan holatiga qarab davolanish boshlangan vaqtida simptom yo'qoldi. Hayotida sodir bo'lgan distress holatlar, demak, o'zini ta'sirini to'xtatdi. Natijada Hasanboy yana o'zining holatiga qaytdi. Sog'lom inson bo'lib hayotini davom ettirishni boshladi. Demak, bunga qancha vaqt ketadi? Bunga ko'p vaqt ketmaydi. Bu tez fursatda bo'ladigan holat. Agar to'g'ri mutaxassis bilan ishlasa. Endi Husanboy ko'rib chiqamiz. Husanboyning ham simptomlari kamaydi. Yuzaga kelgan distresslarini analiz qilib chiqdik. Va bir xilda bu distressni kimdir biladi, sababini kimdir bilmaydi. Anglagandan so'ng ongli ravishda. Demak, bartaraf qildik, lekin Husanboy to'liq yaxshi bo'lib ketmadi. Hasanboy yaxshi bo'lib ketdi, Husanboy to'la yaxshi bo'lib ketmadi. Sababi nima desa, nima uchun men Hasanboy, Husanboylarni solishtiryapman, esingizda qolsin deb. Sababi bu yerda shaxsiyatda. Agar sog'lom shaxsiyatli inson bo'lsa, tez fursatda yaxshi bo'ladi. Agar vaqtida psixoterapevt bilan murojaat qilsa va u bilan aktiv birgalikda ish olib borsa. Demak, sog'lom shaxsiyatli edi Hasanboy. Demak, sog'lom shaxsiyatga ega edi. Shuning uchun tez fursatda yaxshi bo'lib ketdi. Husanboy esa nevrotik shaxsiyatga ega edi. Shaxsiyat patologiyalari haqida avvalgi darsimda gaplashganmiz. Sog'lom shaxsiyat qachon paydo bo'ladi? Nosog'lom shaxsiyat qachon paydo bo'ladi? Nosog'lom shaxsiyatga kiradi. Nevrotik shaxsiyati bor edi Husanboyga. Dunyo qarashi o'zi nevrotik edi. Biz unda bo'lgan muammolarni bartaraf qildik, simptomni bartaraf qildik. Bir ko'z bilan qaraganda muammo qolmadi. Lekin o'zini yaxshi his qilmayapti Husanboy. Nima uchun? Yana shunaqa vaziyatlarga kelsa, yana simptomlari qaytalanib qolishi mumkin. Husanboyda nevrotik shaxsiyat bor edi. Shaxsiyat buzilishi bor edi. Yoshligidan shakllangan edi. Ana shuning uchun shikoyat ham ikki xil bo'ladi. Kimlardadir hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Menda absolutli muammo yo'q edi. 24 yoshimda, 25 yoshimda yo 20 yoshimda nimadir muammo bo'ldi va men simptomlar his qilishni boshladim deydi. Qisqa muddatda bartaraf qilish mumkin. Shaxsiyati sog'lom bo'lsa. Nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgan bo'lsa, shu yoshligimdan o'zi tez jahlim chiqardi, yoshligimdan qo'rquvim bor edi, yoshligimdan tushkun kayfiyatda yurar edim men o'zi deb shikoyat qilishadi. Shuning uchun shikoyat yig'ish va to'g'ri tashxis qo'yish nihoyatda muhim narsa. Juda ham ahamiyat katta buni. Sog'lom shaxsiyatga ega bo'lgan insonlardagi nevroz holati bilan nevrotik shaxsiyatga, shaxsiyat buzilishiga ega bo'lgan insonlarga, demak, davolashda vaqt har xil bo'ladi. Bu insonlarda simptomni bartaraf qilasiz, lekin o'zining holati, demak, yaxshi bo'lmaydi yoki tez yana qaytalanib qolishi mumkin. Chunki ertaga yana bu distressga tushadi. Yana o'sha oilasi bilan bo'lgan muammoga duch keladi, yana o'sha moddiy muammoga duch keladi, yana o'sha jamiyatdagi qandaydir muammoga duch keladi va yana simptomlar boshlanadi. Nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgan insonlarda. Ana endi biz aytdik, bu muammoni tezroq hal qilish mumkin. Uzoq vaqt davom etadigan narsa nima? Aynan psixoterapevtlar uchun bu nevrotik shaxsiyat bilan ishlash. Keyinchalik Husanboy yanada yaxshi bo'lish uchun, kamroq nevroz holatiga tushish uchun psixoterapevt bilan
demak psixoterapiya muolajasini davom ettirish kerak. Aynan shaxsiyati haqida. Bunga qancha muddat ketadi? Ana endi Hasanboy bilan ketgan vaqt, Husanboy bilan ketgan vaqt albatta bu teng emas. Nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgani uchun Husanboy ana endi biz uzoqroq muddat, bir necha oylar, balki biror yil demak uni shaxsiyati bilan psixoterapevt mutaxassis ishlash kerak bo'ladi. Shuning uchun nevrozni davolash degan vaqtida aynan bitta aniq bir chegara yo'qki, aynan bitta shablon yo'qki, sizga bittada javob berish. Hozirgi misolimda menimcha tushunarli bo'ldi. Nevrozni tuzatish kerak, davolash kerak degan vaqtida agar shaxsiyati sog'lom bo'lsa, juda ham tez yaxshi bo'ladi u inson. Shaxsiyatda muammo bo'lsa, yo chegaraviy shaxsiyat buzilishi yoki shaxsiyatni nevrotik buzilishga ega bo'lsa, muammolarini, simptomlarini kamaytirish, muammolarni kamaytirish bilan ma'lum bir darajada ahvol yaxshilashadi. Lekin o'zidagi yana o'sha dunyoqarashi nevrotik bo'lsa, yana o'sha voqelikka konfliktni qarasa, yana o'sha voqelikka nisbatan ko'p talab qo'yaversa, yo o'ziga nisbatan yana nevrotik qarash saqlanib qolsa, bu insonlarda uzoqroq muddat davom etadi simptom va psixoterapiya vaqti ham uzoqroq vaqt talab qiladi. Bugungi aynan shu mavzudan bir xulosa yasamoqchiman-da. Juda ko'p eshitamiz. Juda ko'p insonlar mijozlarim menga o'zlarining xulosalarini yozishadi. Ijtimoiy tarmoqlardan, Instagram, Facebook, Telegram kanalimdan. Doktor, bir narsani tushundim. Demak bu muammo bu simptomlar bilan emas ekan, meni o'zimda ekan muammo deyshadi. Bu bilan aytishadiki, ha, nevrotik shaxsiyat menda ekan asosiy muammo. Demak men bu xarakterim ekan bu. Demak shu bilan ishlashim kerak ekan deyshadi. Haqiqatni qachondir baribir tushunib yetishadi. Bu insonlarga shart emas. Aynan bulardagi qilgan podxodingiz bu insonlarga shart emas. Sababi shaxsiyati bularda sog'lom. O'sha yuzaga kelib qolgan nimadir sabab bo'lib, stressdan keyin yuzaga kelib qolgan fobiyasi bilan ishlasangiz yaxshi bo'lib ketadi. Panik atakasini yo'qotasiz, yaxshi bo'lib ketadi. Xuddi mana shu narsani aynan solishtirib tushuntirish, men o'ylayman sizlarga tushunarli bo'ldi. Sizlar bilan darsimiz davomida aynan nevrotik shaxsiyatlarga umumiy tavsiyalarimni, nevrotik shaxsiyatdan demak sog'lom shaxsiyatga o'tishni umumiy ko'rinishda, umumiy qoida ko'rinishda umumiy tavsiyalarimni demak hozir dars davomida yana ma'lumot berib o'taman. Ana endi sizlar bilan biz shaxsiyat patologiyasi va sog'lom shaxsiyat haqida gaplashamiz. Demak, insonning shaxsiyati nimadan demak shakllanadi? Bu haqida birinchi darsimda ma'lumot berdim. Ana endi biz sizlar bilan sog'lom va patologik shaxsiyat haqida suhbatlashamiz. Shaxsiyatning rivojlanishi haqida avvalgi darslarimda batafsil tushuntirib o'tgan edim. Ya'ni bunga biopsixosotsial sabab demak sababidan shaxsiyat shakllanadi. Bu genetik faktorlarga ega, ya'ni biologik omil va o'sha o'zi yashab katta bo'lgan, ta'lim olgan, tarbiya olgan muhiti va atrofdagi jamiyatdan olgan demak xulosalari, e'tiqodi, qadriyatdan kelib chiqib insonning shaxsiyati shakllanadi. Ana endi bugun aynan nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgan insonlarni, ya'ni shaxsiyatida muammosi bor insonlarni nisbatan normal shaxsiyat shakllanishi uchun sabab bo'ladigan umumiy tavsiyalarimni, omillarimni demak aytib o'taman. Demak, nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgan insonlar. Bular qanaqa insonlar bo'ladi? Hayotingizda ko'p kuzatasiz va o'zingizda ham aynan o'sha holat kuzatilgan bo'lishi mumkin. Yoshligimdan o'zi bu psixida deb qo'yadi. Yoshligidan bu nevrozda deb qo'yishadi. Yoki kimdir aytadi, yoshligimdan men shunaqa nevroz bo'lganman. Yoshligimdan menda tez jahl chiqish, chuqur kayfiyatga tushib qolish, ya'ni nima shikoyat bildirishdan qat'iy nazar yoshligimdan deb urg'u beradi. Aqlimni tanibmanki, shunaqa muammo bo'lgan, chiqish olmayman odamlar bilan, bir vaziyatga moslasha olmayman, bir kasbga moslashishim qiyin bo'ladi. Doim muammo, janjal, to'palang, shu konfliktlarning ichida yuraman deb aytishadi. Aynan bu insonlarga demak umumiy tavsiya nimadan iborat? Ya'ni shu insonlar nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgan insonlar. Nevrotik shaxsiyatga ega bo'lishiga asosiy omil nima? Shaxsiyatni omili nima? Soddaroq qilib aytganda, shaxsiyatni ildizi nima o'zi? Shaxsiyatni ildizi bu o'ziga bo'lgan munosabati, boshqa insonga, atrofdagi insonlarga bo'lgan munosabati va atrof voqea hodisalarga bo'lgan munosabatini yig'indisi insonning shaxsiyati deb aytiladi. Ya'ni o'ziga nisbatan munosabati nosog'lom bo'lgan bo'lsa, boshqa insonga nisbatan nosog'lom bo'lgan bo'lsa, atrof voqelikka, hodisaga nisbatan noto'g'ri xulosalar shakllanib qolgan bo'lsa, bu insonda albatta
nevrotik shaxsiyatga ega bo'lgan insonlar qatoriga kiradi yoki shaxsiyat patologiyalari bor, bir necha ko'rinishi ularga aynan mansub bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni asosiy ildiz, asosiy parametr bu o'zi atrofdagi insonlar va hodisa. Olgan xulosasiga tayanib, demak, o'sha olgan xulosasini qo'liga ushlab olib, keyingi hayotida qayerga borishidan qat'iy nazar shu xulosalardan foydalanishga harakat qiladi. Va qayerdadir bu xulosalar to'g'ri kelmay qoladi. Va ma'lum bir vaziyatda, bunga to'g'ri kelmay qolgan vaziyatda konflikt kuchayib ketadi. Natijada insonda simptom yuzaga kelishi va muammolar boshlanishi mumkin. Demak, bu insonlarda asosiysi o'ziga boshqa inson hodisaga nisbatan nosog'lom xulosa paydo bo'lgan nimadir sababga ko'ra va natijada bu insonlar hayot davomida moslasha olmayapti, qiynalyapti, qayerdadir muammolarni hal qila olmayapti. Demak, o'ziga bo'lgan munosabatdan boshlaymiz. Demak, tavsiya. O'ziga bo'lgan munosabatni bugundan boshlab shunaqa nevrotik insonlar bo'lsa, albatta bergan tavsiyalarimdan foydalanib ko'ring va bu juda ham ko'p insonlarga foyda bergan, sizga ham albatta men ishonaman foyda beradi. O'ziga bo'lgan munosabat qanaqa bo'lishi kerak? Inson o'zini boricha qabul qila olish kerak. O'zini boricha kamchiligi bilan, yutuqlari bilan qabul qila olish kerak. Chunki o'ziga nisbatan ko'pchilik oshiqcha talab qo'yib yuboradi yoki o'ziga nisbatan umuman talab qo'ymaydi. Mas'uliyatsiz insonlarni ko'rganmiz. Oshiqcha talab qo'yib yuborish nimaga olib keladi? Bu har doim o'zidan o'zi norozi bo'lishiga, o'zidan qoniqmasligiga olib keladi. Natijada samootsyenkasi tushadi bu insonlarning va tushkun kayfiyatga moyil bo'lib qolishadi bunday insonlar. Shuning uchun birinchi o'ziga bo'lgan munosabatni to'g'rilashdan boshlash kerak odam. Boricha qabul qilish kerak o'zini va o'zini anglash kerak. Bunda tafakkur qilish kerak. O'zini o'zi tanish kerak. Buning uchun o'zini o'zi tanishiga yordam beradigan albatta ilmdan foydalanish kerak. Chunki men umumiy maslahat beraman va o'zini qabul qilgandan so'ng xatolarini tan olib, xatolarini tahlil qilish kerak inson. O'zini aniq anglab olib, xatolarini tahlil qilish kerak. Uning uchun inson xatoyini birinchi o'rinda tan olish kerak. Ha, qo'polroqman, to'g'ri, buni endi isloh qilishim kerak. Ha, jahldorman, buni endi isloh qilishim kerak. Ha, yolg'onchiroqman, endi buni isloh qilishim kerak. Ha, men adolatsizroqman boshqalarga nisbatan. To'g'ri, tan olaman, lekin shuni isloh qilishim kerak. Xatoni tahlil va isloh qilish kerak. O'zini qabul qilishi, o'zidagi xatolarni tahlil qilish ilmini o'rganish kerak bo'ladi. Bu o'ziga nisbatan. Bu nima beradi? Bu samootsyenkasini oshishiga olib keladi. Aynan o'zini qabul qilish, xatolarni tahlil qilib ustida ishlash bu insonni o'zini qadriyatini, o'zini otsenkasini, o'zini bahosini o'zini oldida ko'tarilishiga olib keladi. Keyingisi boshqa insonlarga bo'lgan munosabatdagi sog'lom munosabat qurishdagi maslahat. Boshqa insonlarga nisbatan kim bo'lishidan qat'iy nazar, u inson haqida yaxshi gumonda bo'lish. Nimagadir boshqalarni ayblamaslik. Har doim boshqalarga nisbatan to'g'ri va yaxshi gumonda bo'lish. Keyingisi boshqa insonlardan kutuvni to'xtatish. Ожидание deydi ruschasiga. Atrofingizdagi insonlardan yaqiningiz bo'ladimi u, o'rtog'ingiz bo'ladimi? Demak, yaxshi gumonda bo'lishni boshladik va kutuvni to'xtatdik. Ulardan nimadir kutayotgandik, o'sha narsani to'xtatdik. Chunki neopravdanniy ожидание degan narsa bor. Siz kimdandir nimanidir o'zingiz xohlab kutasizda, vaqtida siz kutgan narsangizni bermasa, nima bo'ladi? Odam har doim asabiylashadi. Bunday insonlar atrofida yaqin odamlari deyarli yo'q. Kimdandir nimadir kutadigan insonlar. Sababi atrofidagi insonlar hammasidan xafa bo'lib, munosabati buzilgan bo'ladi. Keyin atrofidagilar aytadi, bu nevrozda bu deydi. Bir narsa aytganni vaqtida qilmasang yoki men bilmagan narsani mendan talab qiladi deydi. Birovdan nimadir kutish, birovga nisbatan qanaqadir majburiyat yuklash. Bu ham aynan munosabatlardagi muammolardan bittasi. Keyingisi kek saqlamaslik. Kek saqlash ham insonda stress vaziyatni chaqiradi. Yaxshi gumon bo'ldik, birovdan kutuvni absolut to'xtatdik va kek saqlashni to'xtatdik. Bu nima beradi? Bu bizga stressga nisbatan, demak bizda ancha chidamlilikni beradi va bizda kamroq stress holatini beradi. Bu degani bizda kortizol miqdori kamroq bo'ladi. Kamroq asabiylashamiz va kamroq vegetativ nerv tizimimizga bosim tushadi. Keyingisi atrof voqelikka, hodisaga nisbatan munosabatimizni to'g'rilash. Ya'ni shaxsiyatimizda bor bu narsa. Endi qachondir hosil bo'lib qolgan. Endi unga sen aybdorsan, bu aybdor, u aybdor deb o'tirishi keragi yo'q.
bugundan boshlab isloh qilishni harakatini qilish kerak. Atrof voqea hodisaga nisbatan realistik qarashni shakllantirishimiz kerak. Bu nima degani? Bu tavakkul qilishni o'rganish kerak. Bu yerda bitta qoida bor. Sizga bog'liq bo'lgan narsa bor va sizga bog'liq bo'lmagan narsalar bor. Ko'p odamlar tahlil qilsanglar, atrofingizga e'tibor bersanglar, o'ziga bog'liq bo'lmagan narsada har doim ustida turib oladi. Masalan, nevrotik buzilishlar, ya'ni panik atakadagi insonlarni aynan fikri, o'zini nazorat qilgisi va o'zini salomatligini va o'zini o'sha bo'layotgan qo'rquvni nazorat qilgisi keladi. O'zini qo'lida bo'lmagan narsaga harakat qilishni boshladimi, bu ham stress. Va shuning uchun atrofingizda bo'layotgan voqelikka nisbatan, demak, realistik qarashni, tavakkul qilishni o'rganish kerak. Buni o'ziga yarasha ilmini, demak, o'rgansa bo'ladi bemalol. Natijada inson kelajakdan, demak, kelajakka umid qiladigan bo'ladi. Keyingisi yechim izlash. Doim muammo bo'lsa atrofda buni yechimini izlash kerak. U yechimiga yetib borasizmi, yetib bormaysizmi, unga qizig'i yo'q. Asosiysi yechim izlash. Bu tushkunlikka tushib qolmasligini, demak, biz tushkunlikka tushib qolmasligimizni ta'minlaydi bu. Aynan. Har doim yechim izlash. Kelgusida depressiyaga tushib qolmasligingizni ta'minlab beradi. Aynan shu fazilatni o'zingizda, demak, paydo qilsangiz. Insonning samotsankasi baland bo'lsa, kamroq stress olsa, kelajakka nisbatan umidi bo'lsa, bu insonlar, demak, nevrotik shaxsiyatdan sog'lom shaxsiyatga qarab yo'l yurishni boshlaydi. Ya'ni bu juda ham keraklik va praktikadan, ya'ni tajribada sinalgan, juda ham ish beradigan tavsiyalar. Men o'ylayman, to'g'ri foydalanib, bundan to'g'ri xulosa chiqargan insonlarda, demak, dunyo qarashi biroz o'zgarishi, kamroq stress olishi, o'zini samotsankasini ko'tarishi va kelajakka nisbatan umidi borligi har doim sog'lom shaxsiyat, ideal shaxsiyatga ega bo'lmasa-da, lekin sog'lom shaxsiyatga tomon, demak, birinchi qadamni bosdi deb hisoblasa ham bo'ladi. Aynan mana shu vaziyatdan, demak, foydalanishingizni va to'g'ri xulosa chiqarishingizni xohlardim, chunki nevrotik shaxsiyat o'zini shaxsiyati ustida ishlamas ekan, bir umr nevrotik holatdan chiqa olmaydi. Birinchi o'rinda xohlash kerak. Shuning uchun ham men o'zini qabul qilishdan boshlash kerak, ya'ni kamchiligi bilan, yutug'i bilan. Va nevrotik shaxsiyati biroz kamaygan sari atrofga nisbatan moslasha olish qobiliyati paydo bo'ladi va stressga bo'lgan chidamlilik darajasi oshadi. Natijada, demak, simptomlar kamayishi va nevrotik hayotdan sog'lom hayotga nisbatan, demak, o'zgarish sodir bo'ladi albatta. Men bunga 100% aminmanki, aynan bizni kuzatib o'tirganlarda shunaqa shaxsiyatidagi muammo bo'lsa, yoshlikdan o'zini qanaqadir bir boshqacha edim deb his qiladigan bo'lsa, ushbu maslahatlardan albatta foydalanishingizni men tavsiya qilgan bo'lardim. Ana endi biz sizlar bilan aynan sizlar uchun algoritm, ya'ni siz uchun aynan yo'l xaritasi sifatidagi tavsiyalarimni beraman. Bu ma'lumotni men iltimos qilgan bo'lardim. Yaxshilab eslab qolishinglar, yodingizda qolishini yoki chizib olishini iltimos qilgan bo'lar edim. Chunki bu hamma video darsligimizni xulosasi. Demak, siz aynan shikoyatingiz bilan, ya'ni qaysidir tanaga bog'liq, emotsiyaga bog'liq, kognitiv xulq-atvorga bog'liq qanaqadir shikoyatlaringiz bilan, demak, hozir siz ekran qarshisida, demak, meni kuzatib turibsiz. Bu shikoyatlaringiz yoki tanaga bog'liq bo'lishi mumkin, ya'ni tanani qaysidir kasalligi bo'lishi mumkin, yoki tanaga bog'liq bo'lmagan kasallik bo'lishi mumkin. Bu funksionalniy shikoyat deb aytamiz. Tanaga bog'liq qaysidir organning kasalligi bo'lsa, biz organik shikoyatlar, simptomlar deb aytamiz. Agar aynan sizdagi shikoyatlaringiz organik xarakterga ega bo'lsa, tekshiruvlardan o'tganingizdan keyin siz bilan tor doiradagi mutaxassislar, demak, ish olib boradi. Ya'ni kardiolog, endokrinolog, nevrolog, psixiatr, onkolog, gastroenterolog, pulmonolog, demak, muammongizni quyidagi mutaxassislar bilan hal qilish mumkin. Endi tanangizga bog'liq bo'lmagan holatda, aynan sizdagi, ya'ni nevroz holati kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni asab va ruhiyatga bog'liq shikoyat bo'ladigan bo'lsa, siz albatta psixoterapevt mutaxassisiga murojaat qilishingiz kerak. Psixoterapevt mutaxassisi keraklicha tekshiruvlarni o'tkazgandan so'ng, sizga tashxis qo'ygandan so'ng, sizni holatingizga qarab, demak, tavsiya beradi va davolashni boshlaydi. Yoki psixoterapiya usulini o'zidan foydalanadi. Darsimizni avvalroqda aytib o'tdim. Kognitiv behavioral terapiya yoki KPT, kognitivniy поведенческий terapiya yoki o'zbekchasiga kognitiv xulq-atvor terapiya usulidan foydalanib yoki ko'rsatma bo'lsa agar dori-darmonni ham qo'shishi mumkin. Bu qaysi dori-darmonlar? Preparatni nomi haqida, demak, hech qanday ma'lumot bermayman, lekin
guruhi haqida ma'lumot beraman. Antidepressant guruhiga mansub dorilar, trankvilizator yoki anksiolitik guruhiga mansub dorilar va neyroleptik guruhiga mansub dorilardan foydalanishi mumkin psixoterapevt. Demak, yo psixoterapiyadan foydalanib siz davolashga harakat qiladi yoki dori darmon bilan birga dorini tavsiya qiladi. Simptomlaringizni kamaytirish uchun bu haqida to'liq tushuntirib o'tganman birinchi darsda. Yoki ham psixoterapiya ham dori darmondan foydalanadi. Ya'ni kombinatsiya holatida demak sizga yordam berishga harakat qiladi. Shu yerda bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman-da. Mana praktikamda juda ham ko'p uchraydi bemorlarni o'z boshimchalik bilan dori iste'mol qilishi. Ya'ni apteka xodimi, farmatsevt tomonidan tavsiya qilingan dorilar yoki qaysidir tanishi, qarindoshi, do'sti, og'aynisi, qo'shnisini tavsiyasi bilan, demak o'z boshimchalik bilan quyidagi antidepressantlarni, trankvilizator va neyroleptiklarni demak palapartish iste'mol qilish holati juda ham ko'payib ketdi. Albatta bu yaxshi emas. Yaxshilikka olib bormaydi. Uni asoratlarini biz juda ham ko'ryapmiz. Men iltimos qilgan bo'lardim. Sizga dori kerak bo'lsa, psixoterapevt o'zi yozib beradi sizga. Psixoterapiyaga resursingiz yetmasa, bir muddat sizni simptomlaringizni kamaytirib va resursingizni oshirish uchun sizga o'zi tanlab dozasini, gruppasini, nomini tanlab sizga yozib beradi albatta. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim. Iltimos va ikkinchi tomoni bor. Siz ichib yaxshi bo'lgan doringizni iltimos boshqa insonga tavsiya qilmang hech qachon. Sizga tushgan preparat boshqa insonlarga tushmasligi mumkin va har xil nojo'ya ta'siriga aynan siz sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Demak, strogo показания, ya'ni qat'iy показания faqat mutaxassis, shifokor bo'lgan mutaxassis yozib bergandan so'ng keyin qabul qilishingiz mumkin. Demak, aytib o'tdim, 3 xil podxod qiladi psixoterapevt mutaxassis. Juda ko'p savol berishadi. Psixoterapiya kerakmi, dori kerakmi? Dori meni tuzatadimi yo psixoterapiya tuzatadimi? Men aytaman, bu ya'ni yakka tartibda hal qilinadigan savollardan bittasi. Kuzatuvchilarning ichida, aynan sizlarning oranglarda ham bu savollarni beradiganlar bor va bu savol kimgadir qiziqdir. Yana bir marta javob berib o'taman. Qaysidir inson bor, faqat psixoterapiya kerak. Masalan, panika ataka bilan kelsa, faqat ekspozitsiya yoki paradoksal intensiyadan foydalanadi. Unga dori berish shart emas. Juda ham tez xalos bo'lishi mumkin, chiqib ketishi mumkin. Ya'ni panika atakadan. Bu vaqtda faqat psixoterapiyadan foydalanamiz. Ma'lum bir insonlar bor, patologiya bilan keladi. Psixoterapiyani biz to'xtatib turamizda, dori darmon beramiz. Ya'ni resursni ko'tarib olamiz. Ma'lum bir muddat beramiz va keyin psixoterapiya boshlaymiz. Dorini men qilganimizdan keyin. Uchinchi guruh insonlar bor. Bir xil vaqtda ham psixoterapiya ham dori darmonga muhtoj. Bunday insonlarimiz ham va bunday mijozlarimiz ham bor. Demak, insonning holatiga va muammosiga qarab, demak, yondashiladi bu yerda. Bu qat'iy qoida. Bugungi darsligimiz asosiy xulosasi va bu aynan kursimizning eng asosiy xulosalaridan bittasi shuki, sizni ko'zingizga ko'rinayotgan, sizga qanaqadir vahimali ko'rinayotgan holatlaringiz va siz buni qanaqadir bir tuzatmasi bo'lmaydigan kasallik deb qarashingiz, siz uchun juda ham bir vahimali ko'rinayotgan narsa aslida sizning qo'lingizdan keladi. Ya'ni aynan mana shu holatni bartaraf qilish va sizni miyangizni imkoniyati keragidan oshiqcha bor. Aynan shu muammolarni bartaraf qilishingizda o'zingizni rolingiz juda ham katta. Bu kursdan asosiy meni maqsadim insonlardagi demak psixologik bilimni oshirish va o'zini shaxsiy mas'uliyatini oshirish va albatta men ishonamanki, sizning qo'lingizdan aniq keladi. 100% ishonamanki, sizga bog'liq bo'lgan qismini albatta qilasiz. Va kimlargadir shu vaqtgacha qiynalib yurgan bo'lsa, tayyor, ya'ni bu yo'l xaritasi desak ham bo'ladi. Shuni o'zingiz ham eslab qoling, yaqinlaringizga ham tushuntiring. Bu nevrotik buzilishga ega bo'lgan inson degani hayot to'xtab qoldi degani emas. Sizning qo'lingizdan keladi. Qanaqadir tuzalmaydigan kasallik emas. Bir qanaqadir davosi yo'q, bir hech kim bilmaydigan, hech kim bu haqida ma'lumoti yo'q kasallik emas. Bu sizni hayot tarzingiz. Qaysidir momentda moslasha olmayapsiz. Qaysidir momentda stressga bo'lgan chidamliligingiz pasayib qolyapti. Qayerdadir xarakteringiz pand beryapti. Agar nevrotik xarakterga ega bo'lsangiz, buni ustida ishlash mumkin. Buni ilmini o'rganish mumkin va psixologik bilimni qancha ko'p olsangiz, o'zingizdagi holatni to'g'ri tushunsangiz, o'zi 50% yaxshi bo'lasiz. Bu 50% lecheniya bu. To'g'ri qo'yilgan tashxis, to'g'ri olingan ma'lumot bu 50% davo demakdir. Aynan
Mana shu maqsadda men bu kursni yozishga niyat qildim va bu ma'lumotlarim sizga muammolaringizni hal qilishda, qaysidir savollaringizga agar javob topgan bo'lsangiz, men juda ham o'zimni baxtli his qilaman va o'ylagan maqsadimga yetdim deb o'ylayman. Video darslik haqida aynan meni ijtimoiy tarmoqlarim ochiq. Instagram, Facebook va Nevrozlar maktabi deb nomlangan ochiq Telegram kanalimda fikringizni bildirishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, men albatta shu ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga to'laqonli, tushunarli qilib javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doktor Dilshodbek.